أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الشفقة والرحمة على الخلق. Yani bu shafqat qilish va mehribonlik qilishniki bobudir xalqlarga deydi. Endi shafqat qilish, shafaqa yashfaqu shafq, yani shafaq shafqatan deydi, yani unuğa yani içini ağırtış, yani mehribonlik qilish, yani mehr shafqat deb deymiz biz buni. Buni nima deymiz, uni shafqat qildi. Yani o adamning o'zi yani qiyin ahvolga tushib qolgan vaqtdagi o'zida, ya bir narsa kelgan vaqtdagi o'zida unuga yordam qilgan, unuga ihson qilgan, mush ishniki o'zini nima deymiz, uni shafqat qildi, yani qutqizib oldi, yani mehribonlik qilib ishchi og'irtib bir dars yordam qilib degan gap. Endi rahmat, rahima yarhamu rahmatan deydi. Yani rahima yarhamu rahmatan degan rahmat qilish. Yani bu mu yani bu rahmat qilish degan gap qalbniki o'zi bu yerda erish, yani degan gap bo'ladi. Qalbniki o'zi erish, o yumshash. Yani bundan iborat. Ham shafqat qilish degan, yani ichini og'irtish deymiz endi bu. Rahmat qilish degan o odamniki qalbniki o'zi yani yumshab, yani o odamniki qalbi mena unuğa yani umu bir yaxshilik qilish. Yani bunu deymiz. Alal xalqi. Xalq degan yani xuluq degan olmaydi. Xalq degan yani bu isim mastar, yani mastar olup, yani isim bulup, yani mahluk ma'nosida. Mahluk degan yaratilgan narsalarga. Mana yaratilgan narsaniki o'zi mayli jonivar olsun yoki jonsiz narsa olsun, mana hammasiga nima qiladi, o'z ichiga oladi. Endi biz ham yuqorqi bobda babul birri va silati, bu xosdi, yani ota-onasiga yaqin tuqqanlarga mana mehribonlik qilish, qo'shni unuga yaxshilik qilish, uni xizmatini qilish, aloqani uzmaslik, davomli ko'rishib ahvol so'rab turish, ziyorat qilish deganidek, bu xos o'ziga tuqqan va yaqin tuqqanlarni nima qildi, o'z ichiga oldi. Bo'lib ota-onasi bir, yani shu ota-onasi bir bo'lgan tuqqanni buni yaxshilik qilish bu xosdi. Mana endi nima bo'lgan bo'ladi, bu am bo'lgan bo'ladi. Shuning ichida ota-onasimi bor, aka-inilari, och-singillari va undan boshqa insoniyat hammasi bor, insoniyatdan boshqa hammasini o'zini nima deymiz, uni mahluq, yani xalq degan bir ism jins. Unda o'nikin mushu Alloh taolo yaratgan mahluqotlarniki hammasiga meni mehribonlik qilish, shafqat qilish, unuga yaxshilik qilishdan iborat bo'lgan. Men mushu narsa bo'lib qolgan bo'lsa, talab qilgan bo'lsa, shunuga ashtaq qilishga men ehtiyoj tushib qolgan bo'lsa, unuga nima qilamiz, unuga mehribonlik qilib, unuga yaxshilik qilib, uni qutqizib, yordam bo'lsa qilib, osh qolgan bo'lsa, osh verib, to'nab qolgan bo'lsa, bir akirib, uni qutqizib, mushlaq uni nima qilamiz, uni kutimiz, yani saqlaymiz. Bu nima o? Mehr shafqat va rahmat bo'lgan bo'ldi. Yani islom dinimiz bundan 1400 yillik oldida Alloh qachon bütün mahluqotlarga meni g'amxo'rlik qilish, unuga yaxshilik qilish, masalan u yer bir yerda qilib qolgan bo'lsa, suvoqda yo'q qilib qolgan bo'lsa, uni bir u yerga uga bir narsa yasash orqali buni nima qilish, qutqizish. Uni boshqa shundoq osh mushtaq qilib qolgan bo'lsa, uni nima qilamiz, anadan keyin uni yemak berib, suv usab ketgan suv berish orqali uni nima qilamiz, mehribonlik qilamiz. Mana bu islom dinimizga, musulmonlarniki bu nima, odob axloq. Yani mo'min bo'lgan odamniki o'zi bunda ishni qilishi kerak. Bu axloqni nima qildi, bildirdi. Aslida mana bu hayvonlarga mehribonlik qilish, hayvonlarni suyish degan bu ishniki o'zini Alloh qachon islom dinimiz mo'minlarniki gadiniki qilish bo'lgan, uni majburlab, uning uchun Alloh qachon yani bekitib bo'lgan. Bu axloq yuzidan. Birinchi fasl.
Jarir ibn Abdullah radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi Jarir dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam Allah Taala rahim qilmaydi. Anda bir kishiki u kishi insonlarga yordam qilmaydi. Yani insonlarga yordam qilmaydi. İnsanlarga yordam qilmagan kishiga Allohmu yordamchi qilmaydi deydi. Biz endi mu'min, musulmon bo'lish sifatimiz bilan Allohniki bor bir ekanlikka, shuningdek u zotniki qahhor ham jabbor ekanlikka va uning boshqa Alloh taoloniki Rahman, Rahim va Rauf, Vadud degan mushu sifatlik bor ekanligini nima qilamiz? Ishonamiz. Endi bizniki Alloh taoloniki bizga yordam qilish nimasi u majburchi emas. Faqat Alloh taoloniki bizga ihson qilib, rahmat qilib va bizga shafqat qilish orqali shu imqonish yordamchi qoish. Mana bizga shundoq kechimi kunduz, mana hayotimiz o'lgan qadar shundoq butun ehtiyojlarni hammasini berishga o'zi, mana Alloh o'zidagi fazlidan cho'p bergan. Bu Allohniki o'zidagi Rahman, Rahim degan sifatdagi namoyanchi bo'lishi. Bu bizga emas, o mecburchi emas Allah'ınki. Ondan olanki bizdeki her qanday işimizdeki özü Allah'ınki rahmet ve rahim kılışkı nime o muhtaç. Ondan olanki bizdeki müşundak salamet buluşumuz, yaxşı işlik kılışımız, işimizdeki oңuşluk buluşu, müşundak galibe kılışımız, müstakil buluşumuz, her qanday bir düşmanın üstüne galibe kılışımız, mene müstakil buluşumuz, ticaretimizin obdan bo'lişi, ailemizin yaxshi bo'lishi, mushuna balvoqimizin obdan, ota-onasi vafot etdi, din millat uchun xizmat qilsin deb mushtaq qilishimizni ko'rsa, hammasi Allohniki nimasida ilkida. Biz Allohga iltijo qilamiz, Allohga iltijo qilamiz. Alloh bizga nima qildi, uni cho'p berdi. Biz endi jannat kirishini tortib Allohning rahmatiga nima muhtoj. Biz şu an jannat kirishda bizdagi amnimiz vosita, ya'ni sabab. Ya'ni jazman maishni qilsak, shu yerga Allah Teala'nınki cennetki ekiriş vacip dep undaq mu'tazillik dep undaq şu e'tiqod qilmaymiz. Unda olankin bizning barliq ishlarimiz men Allohniki Rahman, Rahim bo'lgan sifatlarga asosan meni rahmat qilishga bir ihson qilishga, ikrom qilishga, in'om qilishga bizniki ehtiyojimiz bo'lgandikin Alloh bizga shunday rahmat qilsin desak, bizmi boshqa kishilarga bo'libmi mana insonlarga rahmat qilishimiz kerak. Buni mayli mu'min bo'lsin, mayli musulmon bo'lsin, her kişiye nima qilamiz, unuğa rahmet çok qilamiz. Andaki rahmet qilsak, u choniki üzüde Allah bizga çok rahmet çok qiladi. Bo'miz çok qilmaydi. U chonizda rahmet qilmay insonlarga karimiz yok, ash qolgan, yalang'och qolgan, aşa bechora bo'lib ketib qolgan. Uningdan boshqa mana bu yerda kofirlarning o'zi kofir bo'lib do'zaxga kirib ketish muqarrar. Hem aşıda dozaq kirip asa köydiğen aşıda ahvalı okup durup, men biz ulağa rahmet kılmasak, uçan kandaqsı beyli menin neyişim desek, uçan özü de kalbimizdeki üzü bu nime o, meni kasavet ve naayet ve katlık oğalının alameti uçan özü de Allah bizi yardım çok kılmaydı. Men öz oturumuzda bir-birisi nime buluş, meni mehri şefkat buluş, bu en mühim. Hemimiz özümüzü oylap baksak, billah jurvatkan, aile azaları zade şundaq qandı ata-anamiz. Onun başqa dostlarımız va onun başqa dava qilayotgan bir yo'l sabdoshlarimizdagi o'ziga biz rasmiy bir-birimizga ashtaq mehr muhabbatmi emasmi? Agar ashunda mehr muhabbat bo'lsa, Alloh bizga rahmat qilib, shu qilmoqchi bo'lgan ishimiz Alloh yordam qiladi. Bo'lmasa qilmaydi. Ayşe radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi, dedi Ayşe, keldi bir Arabi adam, saraliq Arab Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki qash kelib dedi-ki o, aya sizlar kichik bolalarni so'yamsizlar debdi. Deblandiki biz o bolalarimizni so'ymaymiz. Yani bu saraliq Arab, o sarad yaşqan bo'lgandikin, uçağımızda Medine'm kelgandikin, Medine'mda endi qarshi balvoqlarni bu kishilarniki o'zi o'ynatib, suyib, mushundaq qotgan bo'lgandikin, bu hayron qilib so'ragan ki, siz bolalarni so'yamsizlar, biz so'ymaymiz. Bu qandoq ish deb. Yani mushundaqmi adam bo'lgan gapkanda endi. Degandiki Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam shuna dediki, "Ava amliku laka in naza'allohu min qalbika rahma." Aya men sana men ega bo'lamanmi? Agar Alloh seniki qalbingdan rahm qilishni,
rahmatni qalbingdan nim qolsa tatvatsa. Rahmatni qalbingdan tatvatgan bo'lsa, men sana meni kishiga balvoqinlaringga rahmat qilib, mushundaq o'ynatib, suyib, mushundaq qilishqa men u qalbingga yana qaytidi qo'shma ega olamanmi? Meningki undaq huquqim yo'q. Allah sana rahmat qilish uchun bergan. Tatvatdi degan gap shu. Tatdi degan gap, bu boti degan gap. Seniki vujudida insonlik bo'lish sifati bilan mana bu nimba uchon o'zida bu jonsiz narsa bo'lmagandan keyin bu rahmat qilish asli Allohniki, har odam, har maxluqotning ichi uchun qo'ygan. Endi sen shu qalbniki ichidagi rahmatniki o'zini seniki har qanday bir ishni, ya'ni ba'zi bir ishlarni qilishniki sababidan Alloh qalbingda rahmat qilish tatvatgan. Rahmat qilishi yo'qotgan bo'lgandan keyin uchon sen nima o'xshash olding ana hissiyotsiz. Hech nimani anqarib bilolmaydigan. Ya'ni shu jonliq emas, jonsiz jamoat, mushu to'pa toshga o'xshash bo'lib qolding. Bu Alloh buni tatib etibdi, sen xato ashda, u jafo ashda, vafosiz, qo'pol ashda askilik ishni qilgan bo'lgan ekan. Men buni ega olmayman, sen unda qilamsan. Deb o'shtachu deydi. Unda bo'lgan bir odamniki vujudiki shu rahmatniki o'zini aslida har odamda bor. Buni qo'ygan. Endi buni yo'q qilishniki o'zi buni shu Alloh taologa qarshi chiqib ba'zi bir ishlarni qilganlik sababidan Alloh uchun tatvatgan. Bu bir nima u? Jazo. İnsanlık bo'lishniki jazosi bu. Endi chunki inson degan bir-biridan olishib, mehr-muhabbat, mushundaq fikrlashib, mushundaq suhbatlashib, mushundaq ko'ngilni xo'sh qilib o'tadigan gap. Bu bir insonlikniki bir alohidagi boshqa maxluqot qaragan vaqtimizda. Unda valiki bu narsaga bo'lmasligi jazman bir xatolik ish bo'lmoqda. Unda valiki mush insonlarning ichida mushundaq qo'pol, mushundaq qattiq yurak, yuragi irimaydigan, shundaq bir odamni qiynashni eng qo'shal bo'ladigan, masalan, kofirlashda qildigan, mushundaq tutib olgan insonlarning o'zini qiynab, meni odamning aqli yetmaydigan darajada shundaq meni rahmat yo'q shaklda shundaq qiladi. Mana bular shundaq ishni qilganlik sababidan aslida uning vujudi bor. Alloh uning qalbidan evatgan ekan, shundaq o'ziga o'xshaydigan, shundaq bir maxluqni shu ingirqab, yig'lab tursa, uni nima qilmaydi? Rahmat qilmaydi. Bu nima u? Bu uniki xatolik o'tkazganlik sababidan bo'ldi. Gunoh o'tkazganlik sababi. Ya'ni biz mening qalbimiz mehribon, mehr shafqatga bo'lishi uchun men Allohga qarshi chiqmay, Allohniki amr farmonlarini qandoq degan bo'lsa shundoq qilishimiz kerak. Yine Ayşem'den rivayet kılındı dedi Ayşem. Geldi bir ayol, geldi bana bir ayol. Valuku ayol olan badır. Onun için iş kızı var. Yani iş kızı var ayolun üzerine kaşım geldi. Sonraydı bu ayol mendin. Yani bir nas behsiniz. Aş kaldı. Dep sonra çok geldi. Tapamadı bu ayol benim kaşımda mendin. Bir komuda başka neyse tapamadı. Hem tapamadı diyen gep hem de o ayol o öykürgendeyken uçağdaki yani küçük ucurlarındaki özü. Bunda qarab binaz var mı yok mu? Hemen nasıl uçuk aşkar bilindiğin gibi. Qarab baksa yok. Bir qo'midan boshqa ya bir yerda tug'an ya u bir yerda tug'an. Shuni ko'ribdi. Hozirgidek biznikidek yeydigan, ichadigan narsani hammani olib uyga bundoq solab, saqlab bundoq çok qolgan ish yo'q hammachoningiz. Shuni bilan topolmagandan men bu ayolga shu bir tal qo'mini berdim. Bersem bu ayol bu qo'mini yüzün ikkisiga, yüzün ikki dona qiziga çok taqsim çok berdi. Bu ayol bunu da yemedi. Andaki to'di bu ayol to'damdi. Andaki chiqib ketdi. Endi andaki to'di degan biroz saqlab da chiqib qolarmidi deb. Unidagi yine turibdi. Tug'andan keyin chiqmagandan keyin shunga bu ayol binas kelmagandan keyin chiqib ketdi uydan deydi. Chiqib ketgandan keyin shunga payg'ambar unidagi kirdi. Kirgandagi payg'ambar bu ishni men nima qildim deb berdim. Mushta bir ayol kirib ish qizi bor. Uyda ish qilib bilmas yo'q, bir dona qomini bersam bu qominin o'zini o'zi yemay, ikki qizig'im shundoq taqsim qilib bilib berdi. Sen payg'ambar dediki, bir kishiki giribtor qilinsa, shu kishining ma qizlardan bir shayga giribtor qilinibdi. Yani mush qizlar, yani mushga o'xshaydigan, mushlar yetim, ota-ona, otasi yo'q, mushlar kichik, mushu qizlarga, yani mushunda qizlarniki o'ziga bir shayga giribtor qilibdi. Yani bir shay nima? Yani o qizlarniki o'zi
atысы yok, yetim bo'lgandan buni mehribonlik qilish, ega bo'lish, beqish, tarbiyalash deganidek men mush ishqa bir odamni Alloh giribdor qildi. Ya'ni ashnaqa nima qildi Alloh uni mas'ulchi qilib taqdir qilib. Mushunda ham bo'lsin. Uningdan bu odamning o'zi shu qizlarga meni yaxshi, go'zal, obdan muomala qilgan bo'lsa. Ya'ni gapning obdini qilibdi, so'zning obdini qilibdi, chiroyli qilib, ota-onasidek kim kechani obdini olib beribdi, yemak ishmak turalg'u joy va uni boshqa tarbiyalash deganidek men mushundoq yana tarbiyalab ong sevgisini oshirish deganidek mushta ishni nima qilibdi bu odam go'zal qilgan bo'lsa, bo'ludi bu qizlar u odam uchun do'zaxdan parda bo'ludi deydi. Mana u qizlarningki o'zi mana shundoq yaxshi qizlar cho'ng bo'lgan vaqtning o'zida mana bu qizlarningki qilgan ishiga asosan men bu odamniki shu do'zaxga parda bo'lib do'zaxga kirishni to'sib qoladi deydi. Ya'ni biz do'zax kirmaymiz deydi ekanmiz. Men mushundoq yetim qizlar bo'libman. Men mushundoq otasi yo'q, mushundoq kichik yaylisi bilan topolmaydigan men mushundoq qizlarniki o'ziga biz elga chiqish orqali mana buni tarbiyalab eng ubdini qilib, bolamizni ikkinchi o'rinda, birinchi o'ringa qilib, undan u qizlarniki o'ziga tarbiyalashda eng go'zal shaklda tarbiyalab mana bu halal haromni durust emasni mana o'qidigan darajada ashta tarbiyalab qo'ygan bo'lsak, mana biz buningki mukofotini o'lgandan keyin mana do'zaxga kirmaslik orqali nima qilamiz buni bilamiz. Men mundaq endi. Islom din men bo'libmi qizlarga men mushundoq nima qiladi ahamiyat cho'p berdi. Biz qolamizki, hayron qolamizki biz qolamizki men tavandimi chiqdi. Voy palon mundaqmish. Qizlarni bek ubda tarbiyalaymish. Voy palon bu qundaqmish. Voy mundaq qilamish. Uniki hammiz tarbiyalab mundaq qilamish deymiz. Ammo bizniki dinimiz shundoq qiling deydi. Buni hech qanday bir gibi qilmaydi. Yana payg'ambar oxirida imayisi deydiki, Anas roziyallohu anhu rivoyat qildi dedilar. Dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir odamiki baqqan bo'lsa, ya'ni olam, ya'ni yukini ko'tarib, oilasi qo'shib, men mushtaqqa bo'lsa ikki qizni. Men bu ikki qiz qanday qiz bo'lishdi? Ya o'zi qiz bo'lsin, yoki yetim qiz bo'lsin, yoki boshqa qiz bo'lgan bo'lsa, men shu qizniki o'zi bu odam o'zining oilasiga akib, butun chiqimni hamini ko'tarib, beqib, men mushtaqqa bo'lsa, men bu beqishda hattoki balog'at yetibdi. Men o'zining ishini o'zi qilg'idak. Ertaksa eriniki mena ishni qilib o'bdisi chiqarg'idak. Men darajada u odam ashtaqchi beqibdi. Yani bir qatim emas, besh qatim emas. Davomli ashu yaxshilik qilish orqali tarbiyalab bir jamiyatga qo'shibdi men. Raus ubdan bir qiz oladi. Meni keludi qiyomat kuni men. Va shu qizlarga ishni qilgan, mas'ul bo'lgan, kepil bo'lgan ash odam mushga o'xshash shu keludi qiyomat kuni deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zining barmoqlarini nima qildi? Qo'shdi. Qo'shib ben boshqa hadis qilsa ikki barmoqni deydi. Mushtaq keludi degan. Ya'ni men mushtaq bo'lman, uning oqidanlar bu yetim qizlarga erga chiqib mushtaq tarbiyalab qo'ygan odamniki darajasi meningda bir daraja keyin bo'ladi, ya'ni mujohidlarning o'rnicha bo'ladi bular deb shunday dedi. Ya'ni payg'ambar sallam qizlarga endi bu yerda am bo'lgan bo'ldi, endi asosan yetim qizlarga qartildi, shunday bo'lsa bu amliq e'tibor bilan mana bu qizlarga o'g'illarga qarag'an vaqtimizda nihoyatda pek ahamiyat berdi. Chunki qizlar degan cho'ng vaqtida erkak ayol bo'ladi, bir o'yini tutadi, bir yana kelgusida bo'lgan yeni bir avlodlarniki opsi bo'lib, men buni uchun tarbiyalaydi. Anda o'g'ilniki bolaniki qandoq ekanligi, men bolaniki qandoq mijoz, qandoq xuluq, qandoq bir odam bo'lishniki asos nimaga qaraydi? Opsiga. Opsi qaraqlik otasi ham sirtki narsa hamini tep berdi. Ammo bola degan, ya'ni qo'shig'ida 9 oy turdi, undan keyin mana amchakdan olib bo'lgan qadar opsi quchug'da turdi, ana bekatmay opsi vujudi chiqqan ash narsaniki o'zida mana sut orqali o'zi badanini o'tkazadi. Anda o'g'aniki bu ayolniki o'zi bu qizlarning o'zi agar o'qitmay nodon ashundaq bir qiz olib qolgan bo'lsa, ayol olib qolgan bo'lsa, uning bolasi shunday bo'ladi. Shu mijoz, shu xuluq andagi bola singdi. U bola mana shunday, ya'ni jamiyatga bir yuk bo'lib qolgan gap.
yük olmay o'ziniki mas'uliyatni ado qiladigan, rasmiy oqqarib biladigan, mana mushunda bo'lish uchun jazman qizvallarimizni mana alohida nima qilishimiz kerak, tarbiyalashimiz kerak. Bu yerda bizdagi tarbiyalash kerak degan oldidan men iymon, islom, men kichik chog'dan tortib halol, harom. Meni Alloh bor bir. Qur'oni Karim Allohning so'zi, Muhammad alayhisalom payg'ambarimiz, shuningdek islom dinimiz bizning dinimiz degan. Men farz bo'lgan narsani bildirishimiz kerak. Bu asos qiladi. Endi uningdek uni qilmay, uningdekini agar yaxshi nima qilsak, o'chog'imizda dinni o'qisak, texmi nima bo'lgan bo'ladi, men obdan shu bo'lgan bo'ladi. Ammo dunyoviy ilmga qaragan vaqt o'zida dunyoviy ilmniki nimasi asos manbai dindan kelgan bo'lsa, biz shundoq o'qitgan bo'lsak, uni degan onadagi jamiyat ehtiyojga asosan ma'ni o'qitili, shu orqali bu o'qitganniki hech qanday ziyni yo'q. Mushundaq oqqarib paqit, mushundaq uyni boshqarib bolalar mushundaq qiladi deb, men mushundaq qo'shqan degan bo'lsak, o'chog'imizda bu nima bo'ladi, o'qita ish shu bo'lgan bo'ladi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kıldı dedi Ebu Hureyre dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Es-sa'i elel ermileti vel miskini kes-sa'i fi sabilillah. Onda bir kişi ki sa'i kıldı. Bu yerdemde Es-sa'i'deki isim fa'il, sa'a yasa'dan çıkan. Bu yer ilflam ellezi menisidir. Yani isim fa'ilinin beşlik gelse ellezi ilflam nim oldu, isim mevsul oldu. Yani anda bir kişi sa'i kıldı. Sa'i kıldı diyen bir gap. Yani sağ degenden mangdı. Sağ degenden iştikman degen gap. Yani iştikman degen gapniki üzüden mayadaki ma'nisindeki üzü yani muşu tul ayallar ve miskillerge nait iştikman da işini bek kıldı bu adam degen gap. Yüzü işini kıp koyup bu işini nait muhim dep bilip men aşta menip degen gap. Menip degen gap bu yerde nima o kepil oldu. Yani o balını bekiş, terbiyeleş men çoğun kılıştan ibaret olgan, men muş işniki üzülüp bu adam üzün mesuliyeti dep, üzü geldiğine yani zaminçu buldu. Kepil oldu deyen gibi. Men muşundakkan kişi. Mene ermiletün degen gep, mene ermiletün degen yani bu yerde yani bu nimo yer yok ayal. Meyli yer acırap ketken bolsun. Ya acırmay ertegmigen aletiki mene ayal cinsidir kızval olsun mu bu nimo olur ermeler. Boludu. Bununki cem'isi ermelat boludu. Men muşundak yetim ayallığı yani tul ayallı ayallıki üzge bu adam muş tul ayallıki işini qilib qo'yay. Obdan tarbiyalab qo'yay. Obdan loyiq chiqsa men unuga mena nikoh qilib, to'yni qilib muşundak bir uy vaqtli qilib qo'yay deb. Mena ash kichik tatib shundaq harakat qilmoqdan bo'lsa, endi shunga miskin adamki. Miskin adamki yani bir ishni qilmasa turib qoladigan, yani g'ayr miskin, qo'l ilkidi yo'q. Men mushundaq nima ekan kishilar ekan. Men mushundaq kishilarning o'ziga bu odamni bekib, uni cho'ng qilib, uni degan bu odamni o'qitib turavurs. Men jamiyat qo'shib boshlagan bo'lsa, men bu odamniki darajasi nima o'xshaydi? Allohniki yo'lida sayqa odam o'xshaydi. Yani Allah'ınki yolunda bu adam Allah'ınki dini âli kılmen, Allah'ınki dini hizmet kılmen, Allah'ınki dinini âli kılmen, dep aç mangan, mücahit, tirişkan, cihat kılan, mene ilim öğretken, ilim çok tebliğ kılan, muşu dini ehkamlar kişiler yetkizgen, tercümanlık kılan, yazgan, muşu sözlügen, öğretken kişilerge çok derisi okşaş oldu. Mundakanlı bunun mukabatı. Ve yine güman kılmak deydi o. Bu Ebu Hureyre Peygamber dedi. Ne dedi? Yani şu işini açtık. Mene tul ayal. Şunu da bu miskin kişilerdeki işine iyi olup şu adamların özünü çoğun kılıp terbiyelep. Açtık bu adamların yine nefti ibadet cihette ne mi olsaydı on? Keçisi kaim boğan adam olsaydı. Yani keçisi kaim boğan olsaydı ki o ne mi kılmaydı? Susuşup kalmaydı. Yani keçi ibadet kılıp aşıp xutbandan başlap tang atqıça hech qanday vaqtni susib qilib yoki zerikib qilib qilmaydigan odamniki mukofoti ajoyib katta savob bo'ldi. Buni uchun boshqa shu savob bo'ldi. Yana ro'za tutgan odam o'xshash turgan, u odamniki o'zini qilmaydi, iftor qilmaydi. Ya'ni u odam qat'imina bir kun qoldimi o ro'za tutgan kunduzi buniki savobi favquloddiy yuqori.
Mana shunda dariz yuqori savob natijik. Men mushuk kishiga nima qiladi? Ash kishilarniki o'zi men o'xshaydi deydi. Endi bundaq qilishniki o'zi nima bo'ladi? Ashu tul ayollar, mana yetim, amishlar miskin kishilarniki o'ziga mana ash ishni qilishniki o'zi bu mehr shafqatlik. Mehribonlik. Bu ishlik ko'ngli yumshigan, erigan, ashu nozik kishilarniki o'zi bu ishni qiladi. Unda o'g'an ekan Payg'ambar alayhisolam mushundoq mukofot berildi degandikan, mushu jamiyatimizdagi tul ayollar, tul erlar va undan boshqa g'ayrat miskinlarga ega chiqish orqali bularga xayr saxovatni davomli qilib, jamiyatga nima qilishimiz kerak? Qo'shishimiz kerak. Bu bir mehribonlikning nimasi u? Yaxshilik qilishniki, shafqat qilishniki, rahmat qilishniki cho'l bir sababi. Men o'chaningizda men musulmondim deb qo'yib namozini o'qishlar kar undoq bo'ladigan ishniki o'zi unga kar yo'q, undan shu emas. Sa'd ibn Sa'd radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi, dedi u Sa'd. Dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam: "Men va yetim bolaga kepil bo'lgan odam. Ki shu yetim uchun. Ya'ni yetim uchun bo'lgan bir kepil o'pdi. Yetim uchun bo'lgan bir kepilkan. U kim? Şu yetim balaniki mesela annesi, apsi yoki ota-onasi mesela yetim. Yetim degan ne bo'ldi? İslam dinimizde otasi yo'q bo'lgan kishilarniki balaning hammasi balog'at yetkizishlik orliqda hammasi yetim bo'ladi. Mening mushu yetimniki nemisikan shu yetimga yaqin bir tuqquni bor ekan, apsi bor ekan, ochsingli bor ekan yoki cho'ng apsi bor ekan yo tog'ilari bor ekan. Men mushuga kepil o'pdiki, nima bo'ldi? Kepil degan gap zomin. Yani geldiğini epti bu balınki bekişti bu iqtisod tarafı hemen ben şu cemiyetke hoşluğuna kadar ben iyi olman depti. Vadi gayrihi degan şu yetim yetimninki gayri üçün boğan bir kepilken. Yani yetimninki başkası. Yani yetimninki yakın bir tukan emas. Hiç kadar bir alakası yok. Ama ya bir millet ya bir Müslüman. Anda o anki yakındaşı tutkunu yok bo'lgan başka bir adamniki o'zi. Meni yetimga nima bo'pti? Kepil bo'lib, zamin bo'lib, bütün ishlarni, yemek, içmek, kiyim kechak, turalg'u joy va undan boshqa men o'qish masraflarini hammani qilaman deb ashundaqan bo'lsa, men bu odam jannatda mushni o'xshash bo'ladi deb Payg'ambar cho'mishdi dedi. Jannatudur, fil jannat uning xabari bo'ladi. Jannatudur mushni o'xshash holatda. Ya'ni mushda jannat bo'ladi bu odam deb Payg'ambar mana ishorat bash barmoq va o'ttir barmoq bilan nima qildi? Ishorat qildi. Ya'ni mushtaq bo'ladi deb ikkisiga o'ttirsi ozroq nima qildi? Ochdi. Ya'ni ichib yermada ochibdi. Men mushtaq bo'ladi degan, men ma o'ttir qo'l igiz, buning martabasi uzun bo'ladi men. Payg'ambarning martabasi zot eng ustunda. Uningdan keyingi qolsa nima? Siddiq shuhada. Ya'ni bular siddiq bilan o'xshash darajada. Mujohidlarniki shahid bo'lgan odamniki derisi mi yuqori bo'ladi degan gap bo'ladi. Bu. Deb shunda nima qildi? Dedi deydi. Endi bu nima uchun undoq bo'ladi desa, nima uchun undoq bo'ladi? Chunki Alloh yo'lidan meni jihad qilgan, meni mushunda ish qilganlarniki o'zi bu nima o? Yana shu jamiyatga xotirjamlik, men jamiyatniki o'ziga tinchlik, omonlik, men ularniki Qur'on hadis bo'yicha amal qildirman, qilgan holatga akilman deb qiladi o ishni. Anda o'g'aniki bu odamniki o'zimi ashta yetimlarga egi chiqib ashta o'qitib jamiyat qo'shish orqali men buniki maqsadimi jamiyat chiqqan vaqtimizda ubdan Allohning rasulini biladigan yaxshi bir bola qilaman deydi. Chiqsin maqsadim bo'lgan bo'ldi, o'xshash bo'lgan bo'ldi. Jihatdagi yo'lida nayt mushkil bir ish bor. Mushkil bir ishlar bu. Anda onu yetim bolalarga egi chiqib men mushundaq qilganim o'zim bu mushkil ish. Uniki mena har xil mijozlik bolalar bo'ladi. Birdan tiqib qo'ysa tillabmi qo'ydigan, mundaq qilib qo'ydigan, texima shu mijoz bir xil. Buni chidash kerak. Jihatdagi yo'limi chidash kerak, ma'nosi chidash kerak. Anda bu tarafni nima bo'ldi? O'xshash bo'ldi. Yoki uni uchun yuqori bo'ldi ma'nosi texim ekan. Numan Beşir radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi, dedi Numan, dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunda dedi. Ko'rsan mu'minlarni, ularniki bir-birisi qilgan nimada rahim, ya'ni için og'irtishda
va ularniki bir-birisi bilan bo'lgan nima qilishda ichidan bir-birisi yaxshi ko'rishdi. Va ularniki bir-birisi bilan mayl bo'lishdi. Ya'ni har qanday yaxshi ishdan bir-birisiga nima bo'pti? Mayl bo'lgan holatdagi mu'minlarni ko'rsan, nima o'xshash ko'rsan? Bir jasadga o'xshaydi. Ya'ni bir badan, ya'ni bir insonniki badaniga o'xshash ko'rsan. Deydi. Endi bu yerda tarahumihim degan endi rahama yurahim murahamatan degan gap. Bu nima u? Bu yilqi faidalik bab ishtirak. Shu bir-birisiga rahmat qilishda. Degan gap mu'min bir-birisiga nima qiladi? Rahmat, mushta ishini og'ritib, "Voy, qanday ahvoling?" deb kasal bo'lib yo'qlab, yordam qilishga yordam qilib, mushtaqcho shu dard bilan bo'lsa hamkorlashib, uni hal qilish mushta qilgan gap. Endi bu yerda tawadduhim. Ya'ni bu ular bir-birini yaxshi ko'rishdi. Asli mu'min bir-birisiga nima uquvat, bir-birini yaxshi ko'rishdimi? Haddidan ziyoda. Sirdosh qilib shu nima qildi? Yaxshi ko'rdi. Ham taatut degan mayl bo'ldi. Ya'ni u odamniki bir-birisining ichida har qanday mu'min o'z ichida bir-birisi mayl bo'lishib, hamkorlashib ishni shu qildi. Sen mushu holatdagi mu'minlarni ko'rib qolsang, bu mu'minlar nima o'xshaydi? Bu odam hammasi bir badanga o'xshaydigan emasmi? Bir odam tiniga o'xshaydigan kishilar ekan deb ko'rsan deydi. Ya'ni ko'rsa degan, sen mushtaqchi bo'ldi mu'minlar degan gap. Qachoniki shikoyat qilsa, bu mu'min bir a'zoni. Ya'ni bir a'zosini nima qilibdi? Og'rib ketdi. "Voy jon, belim og'rib ketdi" deb. Ashunda qilsa meni tadaa lahu sa'iru jasad. Mana shu odamning o'ziga ash badanniki qolgan a'zolari shu nima qildi? Unga kichirdi. Kichirib oladiki nima bo'lgan gap? Bir a'zosi, bir yamisan. Musha bir barmoq, musha og'rib ketsa, butun a'zoning hammasi kichib, "O, maya og'rib ketdi, maya og'rib ketdi" deb go'yo ashuniki hammasi anadikan nimalik holat bo'ladi, uyqu kelmaydi qolganlar. Asli maya og'rigandan keyin mushalar ish tugash kerak. Asli ishlash tugash kerak. Ammo undaq qilmay, mesela bir barmoq yoki beshimiz yoki kichkina bir yerimiz og'rib ketsa, shu bilan qandoq bo'lgan gap? Hamma badanimiz uyqu kelmay ashada. Voy mushundoq nima bo'lib ketdi? Voy ko'z og'rib ketdi, besh og'rib ketdi, qolgan a'zolarmi? Men mushu barmoq og'rib ketdi. Voy andoq bo'ldi, mandoq bo'ldi deb qolganlarmi shunga hamkorlashib oldik. Bu uxlug'ulmay. Men mushtoq cho'q bo'ldi. Ham nima bilan? Qizish bilan. Ya'ni bezgak. Ya'ni mushu badanniki o'zi bir yer og'rib qolsa, qolgan badanning hamma a'zolari bumi qizib, bu nima bundoq bo'ldi deb qizib boshladi, bir-biriga turishamay, men mushundoqcho qildim. Ya'ni mushundoq o'xshaydi mu'minlar. Mu'minlarniki birsi, ashda mu'min bo'lgan kishilarniki birsi ashda og'rib qolgan bo'lsa, qolgan mu'minlarni unuga ya jafo tortib ashda qiyinchilik ahvollar tushib qolgan bo'lsa, qolgan mu'minlarni qanday qilgan gap, uni ash turamay, uyqusi kelmay, ash kishimizga ash qarinishimiz yordam qilsa bo'ldi. Voy bu undaq bo'ldi deb qolgan ash kishilarning hammasi qizib talab, uni xizmatini qilaman deb, men mushundoqchi bo'ldi. Bu nima vajih shaba? Unda o'g'anikin badan mushtaq bo'lganikin butun mu'minlarga nisbatan o'ttirdi bir uyushib bir yerga kelib, mushtaq jamiyat qurib, mushtaq yashaydi. Mana jamiyatni qurib yashashniki nemisi bir-biriga bog'lanish nemisi, bu odamniki 360 parcha nima o'xshaydi? Jazo a'zosi o'xshaydi. Mundaq deydi mu'mindagi o'z o'ttirizga bir-biriga birlik ittifoqlik. Mundaq nima u? Men ittifoq bo'ldi deydi. Bu nimani qildi asosan iymoni uquvat. Yani demek mu'minlar bir-birisiga nima bo'ladi? Mehribon bo'ladi. Bir-birisiga cho'q shafqatli bo'ladi. Bir-birisiga cho'q har qanday yaxshi ishda va malla qolaydi emas demasdan u nima bo'lgan gap? Ana qolgan qarindishim mayl bo'lib, voy silbi qilsa barabar foyda olur deb bunda qilgan gap. Bu asli iymon bo'lgan mu'minlarniki alayda bir xususiyat endi, boshqalar yo'q. Yine Numan'ın Beşir radıyallahu ta'ala rivayet kıldığı Numan dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani uçuk depti. Müminler bir adam okşaştır. Müminin hemmisi ittifaklık, birlik cihette. Bir adamniki nime okşaydı? Bedni okşaydı. Hem de müşehdisi nacık gep çıkıyordu bu yerde. Onda o ki bu yerde müminler bir beden okşaydı, bir adam okşaydı diyendikin bir adamı o'xshagan bizniki badanimizdagi har bir a'zosiga o'ziga tushlik qildigan nemsi bor, ish bor.
Ko'zning ayrim, quloqning ayrim, mana mingniki ayrim, putning ayrim, qo'lning ayrim. İki a'zoning har birisidagi ayrim nimalar bor, qanday xizmatlar bor. Mana bu xizmatlarniki o'zi mushta ayrim xizmat qilish orqali men o'rtaq nima xizmat qiladi badanga. Anda olan ekan har bir mu'minga nisbatan uniki ma'no qilgan ishi, onun ma'no qilgan ishi bir-birisiga nima qilmaydi, o'xshamaydi. O'xshamagandan keyin men ma'no bir ishni qilishga Alloh shundoq nima qilgan, ma'ning istidodi mandaq, ma'ning qobiliyati mandaq qiladi. Her adam o'zi taqdir qilgan ishni o'zi qiladi. Yani mu'min degan mana shunday bo'ladi. Hammadan qo'pib men boshqa o'xshash kelmaydi. Boshqa bo'lganga men hamma badanning ustidan mush beshimiz bak ustunkan. Hammadan o'rtib ma'ni ekan. Men boshqa bo'la demaydi, qo'l tutman. Bu qo'l tutning o'ziga tushib bir ish bor. Ma'ning bir o'zi tushib bir ish bor. Anda o'g'an ekan mu'minlar degan mush ittifoq, birlik bo'lish orqali uning ichida bir mas'ul bo'ladi. Hammasi qo'pib aldık, men mas'ul ekanman, men mas'ul bo'laman deb unda çok qilmaydi. Uningga mas'ul bo'lish, xalqni idora qilish, siyosat qilishga men alohida bir insonlar uni yaratilgan. Meni bir narsa ko'tarib bundaq qo'lni yaratgan. Bir narsa istixborot nemis qilib ko'zni yaratgan. Shuni deb har insonlarning bir-birisiga nima bo'lgan o'xshamay istiqdodi cho'p bor. Men bu qilish orqali aldık birisiga to'liq birisi qiladigan ishni birisi qiladi. Mushunda to'liq qilish orqali andikin uyul tashdaq bölüşüp andikin har qanday dushmanniki ustidan g'alaba qilib, dushmanga taqobilchi tura oladigan gap. Bo'lmasa shu, agar undaq bir badaldak bo'lamasa, men hozirgidek hech ish qilolmaydi. Quruq gapdan boshqa narsa shu yo'q. Meni qachoniki og'rib qolsa shu bir odamniki ko'zi, meni qanday qiladi? Og'rib qolgan, shikoyat qilgan bo'lsa shu odamning badani hammasi shikoyat qiladi. Mushtaq bo'lgan gap mu'minlik bir-birisi bilan ittifoq birlik men jamiyati shu bu. Va agar og'rib qolgan bo'lsa bu odamningki beshi meni shikoyat qildi, shu odamning badani hammasi shikoyat qildi. Besh og'rib kelsa, voyda badan hammasi ish qilolmay yetib oladi ana. Ko'z og'rib kelsa shu, u shundoq, qo'l og'rib kelsa, texim undoq, tish og'rib kelsa, texim hammasi ish qilib yotadigan gap. Nimishqa qolgan badallarning o'zi, odamniki meni tish og'rib ketdi. Tish og'rib ketgan biz qolib tursak olmaydi. Bizim qilmaymiz bu ishni deb men ashtaqchi turgan. Andaki qildigan ekan, bu odam iroda qilib zalma tish og'rib ketib qolgan badanning hammasi unmidi. Anda onu bir davolay deb men hammasi o'xshash harakat qilib shuni shu og'riqni yo'q qilishni hammasi o'rtaqcha xizmat qiladi, ish qiladi. Ya'ni mu'min degan mushtaq bo'ladi. Mu'minning ustiga men shunday bir mayl er olsun, ayol olsun, shunday mushkil, shunday musibat, og'ir ahvol yetgan vaqt o'zida men qanday qildigan gap, qolgan mu'minlarning o'zi hammasi ishni qilib qo'yib, ash mu'min qarindishimizniki, men er olsun, ayol olsun, qanday qilib dadil yo'q qilamiz. Qanday qilib ishni hal qilib beramiz deb hammasi kuchi yetgan qadar o'rtaq nima qilgan gap, harakat qilgan gap. Lekin u ishchi g'albachi qiladi. Mu'min mushtaq bo'ladi deydi. Hozirgidak nima? Hozirgidak bir-birisiga hasad, ko'rolmaslik, ichtoliq, yomonlik, mushundaq chidamaslikdan iborat bo'lgan kufrniki va munofiqniki sifati mu'mindicha bo'lmaydi. Manfaatparastlik bundaqcha bo'lmaydi. Abi Musa radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Bu kishi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam rivoyat qildi, dedi Peygamberimiz. Mu'min uchun. Yani bir mu'min bir mu'minga nisbatan qanday bir roli ega desa, bir bino o'xshaydi. Bunyan binolarga o'xshaydi. Bir mu'minniki bir mu'minga nisbatan meni qo'pirilgan bir bino o'xshaydi. Qanday? Men ma'mumin bilan bir bino o'xshagandan keyin binoning ichidagi a'zolar bor. U nima? Kesak. Men kesak, loy, ashqaq narsalar ko'p bor. Unda o'g'aniki bir mu'min bir mu'minga nisbatan shundoq bino o'xshash orqali bir-birisiga kesak bo'lib, bir-birisini ashundoq meni ma kesak maya qo'ymiz, mana oyoq qo'ymiz, maya qo'ymiz, shundoq ratlik o'z joyiga kelib, meni hamma o'rtaq meni u nima qilib yasab, andaki sirtlik kelgan har qanday shamol, so'g'oq, issiq, meni zararlik bir narsa kerakni uçar o'zlar jamiyatning ichiga kelishni nima qilgan gap, meni uyning ichiga kelishdan tomning o'zi to'silgan gap. Ya'ni mu'min degan mu'minga nisbatan ashtaq bo'ladi. Sirt qarta hech qanday
yaman narsa kerakni o'zi mo'minlarning ichiga keltirmaydigan, men mo'minlarning ichiga keltirmay ashundaq mudofaa qilib qo'g'dab, hammasi inoq ittifoq holatda mushtaqcho bo'lib, ana yo'g'on bir bino bo'lib ashundaqcho bo'lgan. Men mo'minlarga nisbatan men mushu rolni qildi, o'ynaydi. Endi hozircha men hozirgi oyatdagi boshqa kelish deganda bir-birisi pochilnish, büyülünüş. Men mushu bir-birisi ayrılıb chiqish. Men ayrım bir narsa etdim. Men ayrım bir tartib bir dal kesan aldı. Aş öyniki ichidan, yasıgan binanın ichidan bir tat kesak shundoq chiqib ketsa qanday bo'ladi? Qanday bo'ladi hammamiz bilamiz. Ya bir ish kesani evatini öy o'g'liq qolmaydi. Sovuq bilan shamol hamma narsa kirib, öйning ichidagi narsalarni hamma haq bilib o'qib, men bu bino bo'lganining foydasi yo'q. U yerda düşmanlar kirib aşağı kirib anadikin, öğünün işi kirib hamma narsa urib so'q boshqa qiladi. Ya'ni mu'minniki ichida büyülüp chiqib, mushundaq yana bir yer kelmasin o'zi mushundaq ziyon ofatni olib keladi. Meni buna o'xshaydi, men vajishabat. Qanday qiladi bir binoga o'xshagandan keyin chingitidi, bu mu'minning ba'zini chingitidi. Bazı acizlaştırdı emas mu'min, cemiyetni acizlaştırmaydi birlikni. Mu'min nima qiladi? Chingitidi. Cemiyet ittifoqlik, inoqlik, birlikni men chingitidi bu. Meni kofirlar deb undaqcho acizlaştırmaydi. Bo'lmaydi. Undaqcho qilmaydi. Unda o'g'adiki hozircha acizlaştıradigan mu'min musulmonlar meni birlik kelgan, ittifoq kelgan, ashdoq bir yaniki o'zidan men o'zi chiqarib, unidagi xahni büyülüp mushtaqan bo'lsa mu'minning sifati ekan. Mu'minning sifati ekan. U namoz o'qib qo'yish, zakot berib, vaqirab, jaqirab qo'yishning o'zi o bir nima o qilmis bo'lmaydi o zodi o. Biz men mu'minning ustida to'xtalyapmiz. Unda o'g'andikin men shuni qilyaptim deb, namoz o'qidim deb, endi ishning o'zi mu'min bo'lgan, iymon aloqador bo'lgan ishni ziddini qilib, büyülüp chiqish, pochilash, mushundaq men uruqtaq qilib chechib etish. Shu orqali anadikin mana bu büyülüp chiqib xalqlarniki o'zini vayron qilib etishdan iborat bo'lgan. Men mushtaq mustamlika xoni vayron, mushundaq qilayotgan mu'minlarning shavkatini mushundaq tushirayotgan, men ojizlashtirish, ojiz ko'rsatishga iborat bo'lgan mush ishni qilayotgan odamlarning o'zi men mu'min degan bo'lamda. Bu hadis. Bu yer chingitidi bino o'xshashdi bo'lsa, ulanib qoladi, pochlayotdi. Büyülüyotdi. Ayrıladı. Mene bunu qanday qildi? Har xil ishlar bilan qildi. Andaki Peygamber yüzlük barmoqlariga o'ttirsa nima qildi? Mene chigidi. Chigib bo'shta kirgizib, mushtaq bo'ldi mu'min degan bino o'xshar. Bundaqcha pochilmaydi dedi. Endi mu'min musulmonlarning o'tirib ittifoq birlikni Alloh taolo Peygamber bir ma'naviy narsa bo'lgan, hissiy narsa orqali mushtaqcha tushuntirdi. Mushtaq bo'lish kerak dedi. Hozir qanday qilamiz? Hozir mushtaq qilamiz, pochildi. Gipnat yaxshi, shundoq notiq. Ammo tigi nima u zahar. Din, millet deydi. O xizmat qilmay shuni yaxshi ko'raman deb, yaxshi ko'rsangiz o'zingizniki shu hasad, chidamsizlik, kibr, mutakabbir, mushundaq dushmanlikdan iborat bo'lgan manfaatparastlik. Men mush narsaga o'zini shu narsani oldi qurban qilolmaysiz ya siz uni. Men unimidim, men kibr yo'g'on bir odam bo'lgandan keyin, men katta bir odam bo'lgan, hamma narsa bilgandan keyin, men ayrim bir ish qilishim kerak deb. Bu qanday bu mu'min bu, qanday yaxshi ko'rgan bu, qanday xizmat bo'ladi. Yine bir Musa radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de rivayet kılışını yapacağız. Ben Peygamber'den birdi. Kaçaniki kelse Peygamber'e bir sorap, ihtiyacı var. Bir adam birine sorap gelgen bolsa, ya ki hacetindeki ilgisi. Peygamber'e kaçır çok tipti. Gelgen bolsa, deyt Peygamber'e. İş be o. Siz ma kardeşanlık üzerine bu konuda şafaat kutulduruyorlar. Yani aş ihtiyacı var, aş muhtaçlık nesneki üzü aş çup kaptan, yaman gün kaptı. Sırf bunu şafaat kırıp, yani onu arı kirip, yani o yaman, yani ağır işin üzü yoktup ma adamı kutulduruyorlar. Kutulduruyorsanız sizin verildiğin ecir verirse. Allah sizin verdiğin
ajr, savob, azim, martaba çok berdi. Ve hüküm kıldı Allah Teala özünki Resulü'nünki til arqılı xalğan narsani kıldı, hüküm kıldı. Yani Allah Teala men Adem'deki ihtiyacı var, Adem sorap gitdi. Bu bir kaza kader. Endi bu Adem meniki mening ihtiyacım var debdi. Deganlik sizlar qilsa buni hal qilsizlar. Hal qilgandan Allah Teala men mushtaq debdiman. Degandiki andiki sizlar buni hal qilsizlar, bu shundoq qilish orqali Allah Teala o'zi taqdir qilgan narsadagi o'zini men qanday qilgan gap, uning uchun amaliyotni yurgizgan gap. Ya'ni bu odam menda ehtiyoj chiqib qoladi. Menda ehtiyoj chiqib qoladi bu bo'ladi. Bu odam menda ehtiyoj chiqib qolgan shu turmay, uningdeki bu odam payg'ambarning qishqori bir odamning qishqori shu orqali andikin o ehtiyojning o'zini uni qamdaydi. Bu nima o taqdir. Andikin bu taqdir qilish orqali ma ehtiyoji yo'q qilish orqali andikin ma taqdir vujudga chiqadi deydi. Enes radhiyallohu ta'ala rivoyat qilgan dedi Enes dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Yordam qilsan seniki kirdishingga zolim bo'lgan holatdagi zulm qilayotgan zolim bo'lgan holatdagi kirdishingga nima qilgan yordam qil. Yoki mazlum bo'lgan kirdishingga nima qilgan yordam qil. Degandiki dil beradim ya Rasululloh hamaqul. Shu kirdishimiz mazlum bo'lsa-ku yordam qilamiz. Voy bichora qoldi, bozak etilib ketdi, voy deb unuga mana urilib, ashundaq so'qilib, ashundaq bo'lib ketgan bo'lsa, haq urib, o'chamiz uni qashqirib, uni qutuldirib, u bizim uni qarshi turib, ashundaq cho'q qilamiz, buni qutuldira olamiz. Unda bo'lgandan keyin bu qarindishimiz zolim bo'lsa, qanday yordam qilamiz? Zolim degan gap, yordam qilgan, yine zulm qilaversin degan gap. Bu zoir mush bo'ldi endi. Degandiki, dedi Payg'ambar, to'ssa shu zolimniki o'zini zulmdan to'ssa. Qanday qilsan, kap tutib berib, ey qarindosh, men urmamasın qarindishim, ya mazza bozaq qilma, pul bilan evaman, bunda kamsitma yoki haqoratlama, bu to'g'ri olmaydi deb uni qo'lini tutib, uni shu to'ssa o'shini adam zulm qilishdi. Bu hamda nimaga zolimga yordam qilgan shu bo'ladi deydi. Men mushu seniki shu ya'ni ash qarindishiga, ya'ni zolimga yordam qilish uchun mushu deb men payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mushtaq dedi. Yani bir yerde urushib qolsa bir adam mushundaq urush ketalish mushtaq qolgan bo'lsa, bu mu'min musulmon bo'lgan odamning o'zi qolib shu turmay jonsiz narsadak u yer ichini og'ritib urush qoldikan u yerda hammadan tura olmaydi, biz urib keldi, birisi uchun urildi. Undan ichi og'riydigan gap. Darhol nima qilishimiz kerak? Mudoxilchi qilishimiz kerak. Qola turib bu yerga tomosha ko'may, ya'ni hozirgi davrda kamerani olib ketdi-ku, o'ymoqchi qotaman deb o'lib olsimi? Oş tahiyat tayak yuvasım apır kameraga ben aşında video çekimen dep aşta kılan bir nima var. İnsanlıkı kalbide çıkan canlıq nəsi digil olmaydıgan bir xil alet şu şekillenip kaldı hazır. Unda qılmaysız deydim. Derhal anı şu toxtsız. İçiniz ağrıydı uçağınızı deydim. İbn Ömer radıyallahu ta'ala var rivayet kıldı şu adam cezme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Müslüman degen Müslümanlıkı kiritişi. Zulüm qilmaydi. Men bu musulmon shu qarindishiga hech qanday jihatda shu so'zda, melida, meni obro' inovatda u odamniki haqqini everish orqali uni nima qilmaydi? Zulm qilmaydi. Uni meni evamaydi, o'g'irlamaydi, qo'yolmaydi, aldolmaydi, tillamaydi, haqoratlamaydi. Men bu nima u? Qarindoshning ifodasi mening mushu. Veydan nim qilmaydi. Tapşurmaydı. O kardeşinin üzerine mene haram iş, ilaket bu başında vayran bu ketime dep işini katkan bolsa onu tapşırıp qanday qilsam mayli. Özünün işi bapto demeydi. Mesela arak içip etipti, zina qilibdi, ya mengibdi, o'g'irlik qilmoqchi, qani meni qo'ymoqchi ekan. Mesela gunoh masiyat ish qilgan bolsa, uni qarab turib tapşırıp, o'zing mayli deb uning nafsiga ya olmaydı, xalqlar aşında şeytanlaşkan işini aşında qilgan bolsa, uni qarab tutmaydi. Qanday qiladi? Derhal uni mudofaat qilib, "Ey unda qilma" deydi. Chunki qarindosh o'g'ani qarindoshga ichi og'ridi. Mana uni rahmat yo'q, qiz cho'k keladi. Yoki aslama yuslimi degan vaqt o'zida afali yupili bobidan yani topshirdim dedik. Endi yeni bir ma'nosi salomatni salb qilmaydi. Ya'ni afala ba'zi kelgan vaqtimizda
Ekreme babıdır. Uçan üzde az sulasın mücerretteki mensiki üzerine yok kuvvetiş mensini bildirir. Ondan vakit bunun mensisi mene salametlikni tatvatmaydı o adam kırıntışıdır. Yani hatırlayacağımlık bu işini o adamın yüzü tatıp edip devamlılık eski işkan, yama işkan, mene sebep çok onu tıkıp atıp deşkürlek uyak apırıp ziyan atıp kessin. Mene bu mesela ağırıp kalsın. Bu diyen çok muşundak veyran bolsun, capat atıp kessin diye işini undak çok kınmaydı o diyen gibi. Bir adamiki bolsa o adam yüzdeki kardeşindeki haciti buldu. Hacite. Yüzde kardeşinin haciti varken ki haciti buldu ma adam. Manda hacip kaptı, manda hacip kaptı. Onun haciti men ada kılmen dep açlığın meyvişik açtakkan bolsan. Men buluda Allah Teala şu adamdaki haciti şu buldu. Men o adam kandak haciti olsun. Men bu kardeş bu bendemnin hacitime ada kılmen dep müştak çok berdi. O bir adamiki mene o adamdaki üzün men assa. Bir Müslüman din meni bir nemeni eşipto bir musibetni, muşakkat ahvallarniki üzün beşikçip kalgan bunun için eşipto. Yani bir adam muşakkat kesmedi o yepalıdı. Bu adam mene aşk kardeşindeki üzüdeki boğan muşakkatni eşip yok kılıp aşta kan bolsa Allah Teala bu adamdaki kıyamet günündeki aşı muşakkat ahvallarniki içinden bir muşakkatni nemi kıldıgan gap yok kıldıgan gap. Mene kıyamet günündeki muşakkat ahvallarını görürüz. Musibet şu gün müşahede kelgen. O yer yeyilsek bir nersi yok, içerilsek bir nersi yok. Sayda edilsek sayı kıldığın yemi yok. Hem tüp bizden oldu. Şu çağın üzerinde bizim ihtiyacımız ne güçlü? Men şu çağın üzerinde muşu dünyalıkan aç bir kardeşimizin ihtiyacını açtak koysak şu çağın üzerinde Allah o dünyadaki ihtiyacın birisini için yokçu kılıdı. Bundan. O bir adamiki yapsa o adam bir Müslümanlık eyip noksanlarını yıktı. Eyip noksanını yıktı. Kandak kıptı mesela aşağı bir hata işini kıptı onu kürüp kıptı mesela ya ki okudiken ya ki olmaydı o adamniki ben eyip noksan amışta bir hata işini o adam bölüp durup mu yani başka yakçı demepti. Gayvetini kılmaptı, böhten çaplamaptı, kar çaplamaptı. Ben muşunda kılıç arkalık o adamdaki üzerine bu Müslümanlarınki, bu Müslüman kardeşlerindeki cemiyetteki oradaki orununu mene saklap çok kıptı. Eyveli demek. Yani aşkar olgan bolsa, uçağınızı mahkemeye apırdı onu demisek olmaydı. Aşkar olmay mahkum kalgan bolsa, müştakkan bolsa Allah Teala bu adamni kıyamet günü nemi kıldığan gap, yapıldığan gap. Mene Allah Teala bu adamın kıyamet günü aşkkan etken işledigen kıyamet bilimiz, biz hemimiz hazır neymiş kıldık, o hakmedi adam köymedi de bulup mu hazırki devrinki üzüde. Men aşkar günahınki üzü sırtımında kılamısak mı hazır öyde, öyümüzdeki içide, kolumuzda açlak nesi çubba. Şu çağımızda hemimiz hazır zahir karab mümin Müslüman dep bağımız. Ama kıyamet şu, o çağın üzüde andaki resvalının hemimiz çıkıdığın ki. Çıkan diken eğer şu resvalının üzü, mışal kaldım insan boğandıkken, bunu bir Allah yaymışsın desek, kalan kardeşimizdeki açlak eyip nussanı ma dünyada yaymay, gayret şikayet kılıp undak kılmışsak, andaki Allah şundak çok kılıp yepip, benim şu arkalı ya mağfiret kıludun, ya komaydı, ayırımsa, nime kılıp onu sorak, anladıyken resva kılmay, ve xalqning o'ttirsida immaga oshkorib qilmay, men mushtaq çok kılıdı o deydi. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Ebu Hureyre. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanın kardeşidir. Yani bu Hristiyan. Zulüm kılmaydı. Bu karındaş bir kardeşi kılmaydı, zulüm kılmaydı. Hazır çoğu zulüm kılış bağma, bağ. Bu bizdeki Müslüman bu iş itibarımız bilen bu durusu biken. Durusu emez. Anda o anikin mena hedis muşlah dep vurup tuğan yaniki üzere bir-birimizga zulüm kılıp, bir-birimizga hakkını yevelip, muşundak oğurlap, muşundak işlerini çok kıvatımız. Bu Kur'an-ı Kerim bizim dinimizdeki sebep çok emez. Dinimi kılmalı deydi o. Kılmalı deydi. Ahlak buzup gitti Müslümanlarına. Yani bu buzup gitkenlik apırıp bana din diye köymeyimiz. Dinimiz şu muşu. Din onda kılmalı derken Müslümanlık kılıp gittendi. Meni zulüm çok kılmaydı dedi. Ve onu din başka la yaksuluhu. Yardımsız koymaydı o Müslüman yeni bir biraderim bu yardımsız konmaydı. Ya da yardım kılmayı, annemi kısmaydı diye, yüzün işi, ben özlem işi, de karab durup,
Mana imkon bor turxun, imkon bo'lmasa mayli. İmkan bor turxun o odamning o'zi ashta ehtiyoj chiqib qoldi desa, uni yordam qilmay, unda qanday qilsam mayli deb unda cho'q turmaydi. Vayna haqoratilmaydi bu qarindosh, bu mu'min, bu musulmon, yeni bir musulmon birodar demasang, musulmon birodarniki o'zi hech qanday tarafdan haqoratilmaydi. Gap so'z, harakat, menishtirish, mening mushundoq, mana badanniki nima o, semiz yoki uruq, ya egiz pas, ya qora oyoq oq, andaqqa mandaqqa deb haqorat yo'q qilmaydi. Mandaqchu nima? Chunki haqoratlash deganga o'zi cho'l tutish degan gap bo'lmaydi. Undoq emas, mandaq gap. Bu odamniki shundoq bir nas bo'lishligi o'zi bu odam o'zi ilkidigan ishimiz. Agar u odamniki o'zi ashundoq bo'lgan bo'lsa, uchon o'zi qanday qiladi? Men uchonniki o'zida mana agar u odamniki qo'lida men ashundoq ish bo'lgan bo'lsa, hammadan chiroyli qilib, noat kelishgan bo'lib, boyu boshqa qildi, bu Alloh u odamning ilki narsa shu emas. Bu Allohning ilkidigan narsa. Şu hakaretlise yüzü çoğun tutup uçup bulmaydı. De Peygamber şuna dedik takva muş urunda. Yani kalpte. İşaret kılıp Peygamber yüzünü köksüge 3 kata. Böyle bu kalp bir adamın hakaretlmeslik, bir adamın zulüm kılmaslik, bir adamın üzerine bir Müslümanın üzerine yardımsız koymaslık izi takvaga bağlılık. O adamın kalbinde takva olsa bu işini çok kılmaydı. Takva o takva bombasa muş işini çok kılıdı. Takva olsa o işini çok kılmaydı. Hakaretleydi ama bir işini. De Peygamber'in ahirde yine şundan dedi ki: "Bi hasbi mir'in mineşşer." Bi hasbi degan bazı ayet ayet mubtada oldu. Ey yahkura degan uning xabari. Yani yamanlıktan bir adam yetadigan iş şu. Yani yamanlığın hemmesi zina kıldı, oğurluk kıldı emas. Töbenki addi bir işlik koysun bütün işlik kandak yetidi bu adamga. O kavun. Yüzdeki Müslüman biraderini hakaretleş. Kemsitiş, közü ilmazlık. Men muşu nerseki üze, men bu adamniki bütün zina oğurluk kandak işlikçi yetidi. En ağır günah bu. De Peygamber şöyle dedi ki, her kandak Müslüman, yeni bir Müslüman biraderge onunki keni, meli, aburi haram. Anda onunki öldürüş, melini buluveriş, aburi tüküşten ibaret olan, bunda işini kırış, karındaş Müslüman boğandikin, bu nememesi o katliçi duruşçu demez. Men bu ise İmam Müslim rivayet kıldı. Yine İyaz ibn Himar radıyallahu anh rivayet kıldı dedi, o da İyaz, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cennet ehli 3 xil oldu. Yani cennet kirdiğen kişiler 3 xil. Birisi bir sultanın egisi, yani bir padişah ki adalet iş kılgan, muhsin. Her kanda işledim kıldı, adaletçi kıldı ki, meni adalet kılgan, mutasaddik, hakkı devamlı hayır ihsan kıttırgan demeler o kişi. Yine birisi muvaffak, yani şu padişah olup, bu adamga Allah Teala tarafından meni yaxshi adalet işini kılgan, muvaffak kılgan kişi bu. Men bu kişi nima qildi? Jannatga cho'k kirdi. İkincisi, bir kişiki o rahim dil. Raqiq ol qalb. Qalbi nima nozik. Mushunda bir ish o'g'ish tura olmaydi, ko'zi yosh chiqib turdi, mushta cho'k qildi. Men bu kishi dedi. Kimga? Har qanday yaqin bir tuqqunga. Her kandan yakın tuqqunga ata anisi, ak uka, ağaç singillari, ammachilari, meni nevr tuqqanlari beka tunmay nim qilib turgan gap, ichini og'irib kishkiran o'y nim bo'ldi deb ahvoli xabar berib, men mushtaq cho'k turdi. Men bu kishilarniki o'zi jannatga cho'k kirdi. Yana bir musulmonniki va bir musulmon va apib mutaabbib, zo'iyal deydi. Yani bir musulmon bir odamga iffat. Yani iffetlikki o'ziniki iffat namusi saqlaydigan, xalqniki oldida qora olmaydigan, voy mushundaq o'zi yap ichib qadin qashqa bir davomli namusini mana obro'y to'kadigan, bunda ish qilmasdan o'zi ishlab, o'zi tepib boshqacha ish qiladigan odamiki mutaabbib. Yani o'zi pokiz bo'lishga davomli nima qildi bu odam? Meni harakat qiladigan. Men oilaning egilari. Yani balvoqilari men hayotda jib balvoqili jiq turg'un, o'z ishlab, o'z harakat qilib, o'ziniki avri innovati saqlab, xor qilmay ishga adamni qilishga va basil deb dikildab, bas undaq qilmay, men mushundaq qilgan bo'lsa, bu odamlar 3 turk odamlar bu, men bu odamning o'zini nima qiladi? Jannatga cho'k kirdi deydi. Do'zaxniki ahli 5 bo'ladi. Do'zax kirgan kishi 5 xil.
O qavun do'zax kirgan kishniki o'zi 5 xil bo'lib, birsi bir ojiz. Adamiki unuga nima yo'q unuga, mana unuga yalqay. To'sib aqlgan yoki bir nima yo'q, yordamchi yo'q, ya'ni aql yo'q. Ya'ni aql yo'q, ya'ni ojiz, ya'ni o'zi kambag'al, namorat, puli yo'q. Men mushunda bir odamki unuga o'ylaysa, tafakkur qilmaydi, zabar deydi. Zabar degani aslida bu yilqi aql degan gap, ya'ni aqlning o'zi, ya'ni osh harom narsa qilsang bo'lmaydi deydigan to'silgan bir narsa yo'q. Uni bilmaydi, harom narsa bilmaydi. O'zi ojiz, kambag'al, namorat. Men u odam uchun bordir, ya'ni shu kishi uchun bordir. Bir minchi og'iylar varki, ular sizlarga nima qiluvchidir? Ergashishdir. Ergashishdir. Ya'ni shu bechora ojizgan, ya'ni bir minchi do'stlar varki, ya'ni ularga nima qilgan? Ergashishganki, bu ergashishgan kishilarniki o'zi men ahli talab qilmaydi. Men balvaqam bo'lsa, ayolim bo'lsa, buni uchun talab qilmaydi. Men molni nima qilmaydi? Talab qilmaydi. Ya'ni bu yerda o'z ojiz, namorat. Mushunda ish turxum bu odamniki o'zi men haromdan shu saqlanmaydi. Ya'ni buningki bir minchi do'stlar varki, ularning o'zi men ayolim bo'lsin, men halol narsa bilan yashay, men halol ayolim bilan jinsiy munosabat o'tkazib, men mushunda qilay, men o'zim ishlab, o'zim tepib qolgan pul molniki o'zim qashlay deb unda qilmay, qanday qilgan gap bular? Bu ergashgan kishniki o'ziga men mushunda zina qilib, xalqning mol-mulkini o'g'irlab, elib, qo'yib, mushdaqcha qilgan kishilar. Men bular nima qildi? Do'zax kirdi. Endi bir sonlidikin bir xoinki, men maxfiy bo'lmaydi shu xoin uchun nima? Tamam. Ya'ni bir xoin va xiyonat qilgan, bu xiyonat qilishniki uniki tamasi. Ya'ni nima uchun xiyonat qildi? Qanday qildi? Men bu narsaki o'zi bu odamga nima emas, maxfiy emas. Hech qanday odam, u maxfiy hamma odam uni nima qildi? Bildigan bir xoin. Va agar chandiki, va agar u narsaning o'zi inchik bo'lsa-mu, nima qildi? U xiyonat qildi. Manda paskash xoinlandi. Çoğu zat qildi. Kichik narsaning o'zi tamoq qildigan narsa oshkor. Hammadan biladi ekan, inchik narsa bo'lsa shuni xiyonat qilib, kichikgina bir narsa bo'lsa aldab, ashdaq omonat xiyonat yoki musulmonlarniki ishlarimizda setib mushtaq qiladigan bir nimalar bor, xoinlar bor. Men bu xoinniki o'zi nima qildi? Do'zaxga kirdi. Endi bir sonda ekan, bir odamiki bu odamning o'zi bilan tavab to'maydi. Mena kashkur qilmaydi. Megarli bo'lsa bu odam xiyonat qildi sana, seninki ahlingda va meningda. Men bunday kishi. Men atdigan oqsham davomli buniki vujudida xiyonat qilishwan, aldashwan, go'llashwan, qo'yishwan, yolg'on gap qilishwan, saxtkorlik qilishwan. Men bu o'zimizga shaxsiy ish bo'lsa-mu, uni boshqa millatni aldaydigan, xalqni aldaydigan, mushunda qo'ymochi, kazzab, mushunda nimalar va aldamchilar va. Men bularni jannatga nima qilmaydi? Kirmaydi. Buning barliq ishlari nima qilar? Xalqni aldash. Milimizni aldab yurib, men palon pulga xizmat qilaman deb aldab ketib qolgan. Bolalarimizni o'zini va biz xizmat qilatimiz, voy menda qilatimiz, uni aldab orqa o'zi safiga qo'shib oladi ekan, buni o'zi xato ish qilib boshlayotgan. Men mushundaq ishlarniki o'zimni men jannatga nima qilmaydi? Men do'zaxga, jannat kirmay, do'zaxga kirdi. Va zikr qildi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men bir ishni baxil yoki kizbni. Ya'ni baxil bo'lgan odam, ya'ni o'zining qo'l ilkida yordam qilishga meni qilish to'g'riliq. Men mushundaq ishlar bo'ptusimi, u odam nima qilmaydi? Yordamchi qilmaydi. Yoki kizib deydi. Yani yalğancılık gibi kıldıyki, yani o adamın özü, men rast gap qilsin bo'lgan gap. Rast gap qilmay, uçan özü kaziplik qilib bu adamning özü, davomli ishlarga yolg'on qildi. Men yolg'on gap, yolg'on so'z, yolg'on harakatlarni qildi. Xalqni aldash uchun men bu adamning o'zim nima qilmaydi? Jannatga kirmay, do'zaxga kirdi. Endi birisi Shanzirul Tahash. Ondan keyin axloqi noyt sat. Sat axloqni qildiki, o gap so'z nima? Bak eski. Tahash degan gap so'zi eski, o yilki axloqi eski.
axloqi nachar, inson qilmaydigan qiliqni qiladi, inson qilmaydigan gaplarni shu qiladi, rasvo gapni qiladi. Men mush odamlarning o'zi payg'ambar dedi, do'zaxni egilmi shu. Do'zaxni egilirmi shu. Do'zax kirdi deb mushtaqchu dedi. Unda o'g'andikin biz mush hadisga asosan axloqimizni tuzishimiz, mehr muhabbat, mushundaq shafqatli bo'lishimiz çok kerak endi. Enes radıyallahu ta'ala rivayet kıldı dedi Enes. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Kasem Allah'ın ki benim nefsim Allah'ın ki ilkidir." Allah'ın ilkidi olan Allah bilan qasam qilmak ki haqiqiy kamil mu'min bulamaydı bir benden hatta ki dostlukka özü qarindish uchun anda bilmazdi ki öz nefsi dostlukka. Men öz nefsi uchun dostlukka narsani o'zi qarindish uchun dost tutmoqchi o adam kamil mukammel ve mu'min çok bulamaydı deydi. Bu adamda yaxshi ko'rishniki o'zi nojiq. Bu inson bo'lishliq, erlar bo'lishliq, ayollar bo'lishliq. Mana sababi bilan yaxshi ko'rish bir moddiy tarafdan mushtaq narsa bo'ladi. Masalan, er ayolni balvoqini yaxshi ko'rdi. Masalan, ayol erni balvoqlarini, oilasini, ota-onasini yaxshi ko'rdi. Bola ota-onasi va kaza tuqqanlarini, og'aylarini yaxshi ko'rdi. Bu nima bu? Bu bir xil yaxshi ko'rish. Yani şunudaq bu yer dini yaxshi ko'rish. Yani bir mu'min musulmon bo'lgan odamning o'zi diniy tarafdan meni o'zi din. Ma'mani o'qivasam, bilvasam, anglivasam bu yaxshi ish ekan deb tabliq, ahkom, tilovat, Qur'onni o'qishni ham bilishni, o'qishni uchun yaxshi ko'rdim. Yaxshi ko'rgandan keyin aniki bu yaxshi ko'rishdagi o'zimni men shu qolgan birodarga shuning uchun yaxshi ko'rib, "Hey birodar, mana shu mandaqkan, andaqkan" deb men ashuni qilgan gap, uning uchun shu yoki shu so'roqqa aytilgan gap, ham deb bergan gap, anglatilgan gap. Endi bu elsiki zohiri zot o'z nafsi uchun yaxshi ko'rgan narsa qarindosh uchun yaxshi ko'rishni madaq qaragan tez. Bu qanday tez? Men undan qo'ydiki biz yaxshi ko'ramizki, obdan turmush ko'chirishni. Men obdan uy, obdan mashina haydash hammadan yaxshi ko'rdi. Hammasi yaxshi ko'rdi. Yaxshi ko'rganiga apart buni uni bering deganga bo'lamdan. Ya'ni hech bo'lma deganda mushtaq yaxshi ko'rib, voy qarindishim mushtaq olib qolsin, mush turmushga erishib qolsin deb uni harakat qilgan gap. Uni harakat qilmay, nima qilsa mayli bu go'y. Men mushtaq mangay deb o'zini kibr qilib, asad qilib chidamay. Men mushtaq qilishdagi o'zi bu iymon nuqtasi bu nima emas, o duruşçu emas. Yine Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala'nın rivayet kıldığı Ebu Hureyre dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Kasem Allah'ı ki mu'min bulamaydı. Kasem Allah'ı ki mu'min bulamaydı. Kasem Allah'ı ki mu'min bulamaydı." Peygamberimiz 3 kat adı. Kasem kılıp, yine kasem kılıp şu gapniki rast ekanligini resmi bildirib, "Kasem Allah'ı ki mu'min bulamaydı. Kasem Allah'ı kamil mu'min bulamaydı." Peygamberimiz 3 kat açıp dep ketken değildi. Kimi ya Resulullah? Degan vaqtimizda deyip alsam, anda bir kishiga xotirjam bo'lamaydi, shu kishiniki qo'shnisi, shu odamniki eski ishlardan. Men bu haqiqiy mu'min, kamil mu'min bo'lamaydi. Ya'ni bir odamning qo'shnisi bor ekan. Bu qo'shnisiga o'zi, meni yandagi qo'shni bu odamniki, "Vay, bu o'g'irlik qilib qolamdiki, yo bilasam evolamdiki, balvoqalarim chaqib qo'yamdiki" deb shuniki alomatlarini o'zi bu odam men uni ko'rgan vaqtimizda nimqavati taqab shu o'ylar mushtaqib suqib taqqan bo'lsa men shu odamniki o'zi komil mukammal mu'minchi bo'lamaydi. Bu aniq, chunki iymon degan nima? Omonatdan dema, amdi mushtaq. Unda u bir biz xotirjam bo'ladi, ishinidi degan gap. Anda o yan qo'shni o'zi bir biz ishlamagandan keyin, u uni da qo'rqib, bu buni da qo'rqib o'ylar taqab mushta aralashmaymışda o'tgandan keyin buniki vujudiki iymonning nima ekanligini bildirdi. İman bormi yo'qmi? İman yo'q. Bo'lib hozirgi nimamizda gapimiz. Enes radıyallahu ta'ala rivayet kıldı dedi. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennetke kiramaydı anda bir kişi ki xotirjam bo'lamaydi, o kishiniki qo'shnisi shu odamniki eski kishilardan. Baboiq deydi, boiqun degan gap. Boiqun degan eski, harom, mujda ziyon yetkazgan ishlar degan gap bo'ldi. Ya'ni bir odam, yeni bir odamniki, bir qo'shni bo'lgan odam
bir adamniki yaman zarar yetkazgan ishni xotirjam bo'lamagan shu adam ya'ni xotirjam bo'lmagan adam meni melimni o'g'laydi uyim kirdi ya anda bunda qildi deb qolgan bo'lsa shu odamniki o'zi do'zax jannatga kirolmaydi deydi. Yine Ayşe radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Şu ve İbn Ömer radıyallahu ta'ala anh'dan rivayet kılındı. Şundan da Peygamber'den rivayet kıldı bu şekilde. Dedi Peygamber. Hemen şey oldu. Cibril aleyhisselatü vesselam vasiyet kıldı bana. Vasiyet kıldı. Devamlı bana vasiyet kıldı. Nima haqida? Xo'shlik haqida. Xo'shinninki haqqini, hukukini ado qilib, meni ado qilish haqida. Meni xo'shni bir yerga kelgandiki, bir xo'shni bir yerga ikkisidagi o'ttirsida bir haq huquqchi yutib qoladi. Uy yaqinlarni tam bilan tutash, bir binoda, bir yerda. Unda u odam bu yerga hech bekor kelmaydi. Bir shundoq kelgandiki, birsining yana bir üstüne uchganib qoladi, haq huquqchi yutib qoladi. Meni Jibril alayhisalom deydi Payg'ambar davomli vasiyat qilib, mushu qo'shniniki haq huquqini ado qilish bilan qilib berishdi. Meni qilmasang bo'lmaydi, nojiq haq huquqi bor. Buni bak diqqat qil, deb mushundoq nima qildi, davomli ushtab shu deydi. Hattoki gumon qilib qoldim deydi Payg'ambar. Shuniki jazma Jibril men varis qildi bu nimani? Meni qo'shinni yana bir qo'shni varis qilib qo'ygan o'shaydi. Deb gumon qilib qoldim deydi vasiyatning chiqdi. Ya'ni ma qo'shni o'lsa buniki o'lib ketgandan keyin mol mulk kim qoladi? Buniki tuqqanlar qoladi. Men Jibril alayhisolamning vasiyatiga asosan mushu qo'shni o'lgan bo'lsa, buniki mulki ma qo'shnisi qilib qolgan ekan. Shunda yaqin tuqqandim o'ta mushunda muomala shu bo'lish kerak ekan deb mushuni qilib qoldim. O'ylab qoldim deydi. Ya'ni mushunda qilish merosimi? Ash bir-birisi o'lib ketgan bo'lsa, meni varis bo'la olmaydi degan ish bo'lib qoladi, deymi? Ash vasiyatning jiqliq qarab deb shundoq shu deydi. Unda o'g'andikin mu'minlarniki bo'lib bu qo'shinniki haqqi favqul odda yuqori. Bu oddiy qarashga shu bo'lmaydi. Mana bu qo'shin degan nima? Mana ishniki utur tarafidagi eng yaqin. Unidagi o'ng taraf, unidagi so'l taraf, unidagi oq taraf, unidagi metr bo'yicha mushundoq nima qilganlar bor. Mana shu alohida ta'kidlaydi buni. Mana mushundoq bo'lgan vaqt o'zi bu nima bo'lgan bo'ladi? Mana bu tuqqanchu bo'lgan bo'ladi. Bu qo'shin qo'li bo'ldi. Shuning uchun mushundoq mana hozirgi davrning o'zida mushundoq shaharlish iborat bo'lgan. Mana mushundoq mana dinimizdagi mushundoq axloqqa zid bo'lgan ishlar shu kundan-kungacha ko'payadi. Yine Abdullah Mesud radıyallahu ta'ala rivayet kıldı dedi Abdullah dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kaçaniki bolsan 3 adam bolsan. Bir yer 3 adam tur etipsilen. Tuğan bolsanlar uçağınızda piçirilmanglar 2. Piçirilmişsin 2 adam, yine bir adamsız. 3 adam bolgan ekan, ikkisi bir kirib bir adam ayoq tashlab qo'yib, undan çok gapni çok qilmasin deydi. Hattoki ayrishinglar agar ashtaq qolsa, odamning ayrishinglar 3 adam bir yer turib, boshqa adam qishib berib, ondan keyin aralashgandan keyin odam boshqa adam topadi. Ondan keyin ayrim gap qilgisi kelsa, o'chal ayrim gap qilib, mushtaq çok qilinglar. Nimishqa? Shuning jahdidagi g'am qilib qo'ydi. U yine bir adam ayirib qo'yib, ikkisi ashunda gap qilishninki o'zi yilqi 3-chi odamni g'am qilib qo'ydi. Nimish qo'ndi? Meni yaxshi gap, yomon gapni qo'yadigan o'shimamdi, undoq qo'yadigan o'shimam, bundoq qo'yadigan o'shay deb meni g'am qilib qo'ydi. Bu g'am qilishninki o'zi bir mo'minniki o'zini bu to'g'richi emas. Unda o'g'andan gap qilish jihatdami? Ishchinglar ya to'ting o'g'amsa ayrim bundoq bir gap qilib, undoq cho'q qilmanglar. Bu axloqqa nima emas, muvofiqchi emas. Agar uni qilib qolsa, jiq adabda olishmanlik ayrim mudaqni kelsan o'chaqchi bo'ladi dedi. Yine Tamim Dari radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi ol, şunadaki cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuna dedi. Din nimedir? Nasihattir. Din ihlastir. Din samimiyettir. Din yaxşı işniki üzü yin bir beraberga nime kılıştır? Deyiştir. Bu nime o? Din bu. İslam dinimizin alaydığı bu. Dinin üzü her kanda işte halis, muhlis, samimi, sadık. Mene nim buluşunu talep kıldı, Çin buluşunu, sahtekar buluşunu, uçağınızda aldaşını, bunu nim kılmaydı, yalgancılıkını, aldaşını, sahtekarlık kılışını ve gölleşten ibaret olan bu işin için onu din demeyimiz. Din esli nim o? İhlas.
Hamma narsa Allohning bir ekanligi. Mana Qur'oni Karim, hadis Rasululloh hammasi nima? Bu saflik uchun talab qildi. Hammamiz nima? Hamma narsa saf. To'g'ri amaliyotga uyg'un. Unda o dinchi mushu. Degandek 3 qator payg'ambarlar deb ketdi. Degandekin dedik biz kim uchun ixlos saflik qildi ya Rasululloh? Kim uchun nasihat qilish desa, payg'ambar dedikin Alloh uchun. Allah üçün kılısız o nasihatini. Yani Allah üçün sap olsuz, Allah üçün halis olsuz. Yani Allah'a itikat kılıştan, Allah'a işinişten, Allah'ın bilişten, mene Allah şirk keltirgan, ahlakındaki mene etbali, kılıkları, zati ve sıfatlarına zıt olan, hiç kanda bir nas yok alette sap, halis, müştahinin bolisiz, Allah üçün iman üçün etsiz. Bu nima o? Nasihat. Hem de Allah için, Allah'ın kitabı içindir nasihatiniz. Yani Allah içindir, halisiniz, muhlisiniz diyen neye gel? Yani Allah'ın ki tushgan Kur'an-ı Kerim'deki üzünü okup, bilip, şu bu içe emel çok kılısız. Bu Allah'ın kitabı olan bunun niminiz oldu, saplığınız oldu. Benim Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e işlemem. Benim kitabı depku yok. Onun içindeki nasıl bilmeyin, okumayın. O kuşunu asıl bilmesiniz, o canınızda bu sizinki saplığınız emez, sizin sahtkarlığınız. Sizin aldamçılığınız, sizin kazzaplığınız bu. Bu değil. Yine Allah'ın Resulü için dur bu nasihat. Allah'ın için nasihat değil mi? Ben Allah'ın Resulü olan Muhammed Aleyhisselam iman ettim. O peygamber digendeyken bu peygamberin üzü saplıqını talep kıldı. Peygamber'in ki o peygamber dep koyup ağız dep koyup peygamber'in sünneti unumay. Muşundaq her xil nas mening aqlim unudi yuqori deb. Men mushdaq bo'lsa uni bo'lmaydi. Bu peygamber Aleyhisselatü Vesselam bo'lgan iymonning o'zi sapliq bo'lmaydi. Saxtikor, aldamchilik, kazzoblik, men qo'ymishlikdan iborat bo'ldi. Ko'z bo'yamchilikdan. Yine Müslümanlarınki imamlar için, Müslümanlarınki başlıkları için ne bo'lgan bo'ladi? Nasihat oldu. Müslümanların başlığı için ne için başlık oldu? Müslümanlara başı ol, mesul olan adamlık üze, qanday qilishimiz kerak? Bizniki başlığımız, mesulimiz degandekin, biz bunun qarta samimiy, rastchil, sodiq bo'lishimiz kerak. Xiyonat qiladigan, aldaydigan, gapni unmaydigan, qarshi chiqadigan cho'q bo'lmaymiz. Bu nima u? Din. Din mushuni buyuruydi. Hammada men olim tem, men binas bilib g'am qilib o'z boshpashtaqlik qilgan ish yo'q, dinimizni qilmaydi. Dinimiz jamiyatishni, birlashishni, u ishni ham qiladi, talab qiladi. Buni qandaki uni boshqa qiladi. Boshqa bo'lganiki uni qanday qilish kerak? Har qanday vaqt o'zida agar xato, cho'ng bir harom bir ishni qo'ymasalar, mana yuqori asosan uch oshkor kufr bo'lgan bir ishni qo'ymasalar, o'chal bo'ysunishimiz nima u? Vojib. Men siz boshliq deb qo'yib, voy nemiz deb qo'yib, oxiri tillab, haqorat deb kamsitib qilsa, bu bir xiyonat, bu bir nima u xoin, bu bir nima aldamchi, bir kazzob. Bu munofiq ikki yuzmichi bo'ladi. Yine umum Müslümanın umumimiz için muhim nasihat. Müslümanın umum için nasihat degan nima degan gap? Yani umumi Müslümanlarniki üçün qanday qiladi? Men Müslümanning ustidagi mushta huquq var. Bir biz mehr muhabbat, bir biz shafqat mushta cho'p bo'ladi. Nemiz ashta bo'lgan gap. Ammo undaq qilmay, bir biz yolg'on qilib, aldab mushta qilmasa, men bu din cho'p bo'lmaydi. Bu saplik bo'lmaydi. Bu nima loqo? Saplik, ixloslik, meni samimiyatga cho'p bo'lmagan bo'ladi. Aldash bo'lgan bo'ladi. Dinchi asli cho'p bu. Deb Peygamber dedi. Yine Cerir ibn Abdullah radıyallahu ta'ala'nın rivayet kılındı. Dedi Abdullah, beyat kıldık biz. Beyat kıldım ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e namazı okuşka ve zakatını verişke. Şimdi ve her kandak Müslümana samimi buluşka. Yani her kandak Müslümana samimi, rastçıl, çin bulup, meni onuğa gap kılıç gelsin, rast gapını kılıp, meni oturumuzda, sahtkarlık kılmayı, aldımay, meni muşundak kılışka, men Peygamber'e muşu beyat kılan deyim deyim. Anda oğandaki beyatniki içinde muşu mu bakken. Kandaki namaz, zakat muhim boğan tek, benim müminlarniki yüzüge yaxşılıklı nasihat kılış, hemmemiz samimi, rastçıl, sadık, meni muşu, ihlas men, şuna halis buluş, her gün undaq sahtkarlık, aldamçılık bulmasın üzere, men muşu namazı, zakatına oxşar derecedeyken. Hadi biz kandak vaktimiz hazır. Hazır kandak birimizi aldı vaktimiz. Men Müslüman dep turib, mama an aldı vatkan, ma başlıksa, ay dep koyup, o xiyonat qilayotgan, ayol chiqib tillayotgan, nima qilayotgan. Men bizniki ahvolimiz, axloqimiz mushtaq darajaga beradi.
Şunu bilan Allah bizni jazolavatdi. Mana Alloh taolo hammamizni Qur'oni Karim hadis Rasululloh bo'yicha Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati bo'yicha amal qilgan haqiqiy taqvo muttaqi solih ishlarni qilsin. Va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Amin.